Nimaga aziz obunachilar, tabriklar olamizga xush kelibsizlar. Atagul gul ko'chatlari ekilgan edik. Eslaringda bo'lsa, mana shundoq qilib ekilgan edi. Mana shundoq mana pomni ekilgan. Hozir men shundan bittasini olib ko'rmoqchi bo'lyapman. Mana shuni olib ko'rmoqchi bo'lyapman. Hali olganim yo'q. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Optim ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Olish juda ham qiyin bo'lar ekan. Bismillah. Astagina olib ko'ramiz. Qani. Ildiz otganmi? Mana azizlar. Ildiz otgan. Otyapti. Mana otgan ekan, mana qaranglar. Men sizlarga ildiz otgan ildizini jarayonini ko'rsataman sizlarga. Shuni ko'rmoqchi bo'lib yurdim o'zim ham. Anchadan beri. Mana shu oqcha tiniq ko'rinmayapti, mana. Mana shu oqcha tomirchalar otgan. Hayna ko'rsalar yonlaridan mayda-mayda tomirchalar ochlyapti. Bitta otgan mana bu yerda. Shu tomircha bu ildiz. Mana shu ildiz. Bu atagulimiz ildiz otibdi. Hali ham yana otyapti jarayonda. Mana shunaqa qilib otadi polni. Uddaladik. Gulni qalamcha qilib birinchi marta qilishim. Mana uddaladik. Nasib bo'lsa. Shundoq mana bargchalar chiqaryapti, kurtakchalar chiqaryapti. Kurtakka ishonmaslik kerak deyishgandi ko'pchilik bilganlar. Men hali birinchi yil ekishim. Lekin mana ildiz otgan. Qolgan joylardan ham ayni ildiz chiqaryapti jarayonda. Xullas, bu narsa ko'mib qo'yamiz va boshqalarga teginib ko'rmayman, chunki hammasini olib ko'rish bu noto'g'ri ish. Buni qaranglar, buni qaranglar. Azizlarim, mana men sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Men bittasini oldim, mana tagidan. Ayna. Ildiz chiqarganini qaranglar. Voy, bu shundan tushibdi, lekin menimcha hozir olganim tushibdi. Tushib qolibdi-ku. Ish qilib shunaqa qilib ildiz otish jarayonida bular xullas hammasi ildiz otgan. Hammasini bunaqa qilish noto'g'ri aslida. Bittagina olib ko'rdim sizlarga ko'rsatish uchun. Mana. Hammasi shunday bo'lib ildiz otish jarayonida. Ildiz otgan. Sizlarga yoqqan bo'lsa, qo'ng'iroqcha tugmasini hamda like tugmasini bosish esdan chiqmasin, iltimos.